Eshitib olinglar, keyin menga rahmat aytasizlar. Agarda kartangizda pul bo'lsa, naqd qilib qo'yinglar. Hozir shunaqa paytga keldik, hozir shunaqa zamonga keldik. Bizlarning ma'lumotlarimiz saqlanmas ekan. Biz hech kimga ishona olmaymiz o'zimizdan boshqa. Kartangizda 5 millioningiz bormi, 10 millioningiz bormi, 100 mingingiz bormi, 50 mingingiz bormi, farqi yo'q. Nech pul bo'lishidan qat'iy nazar, kartangizdagi pulni yechib oling. Sizning qo'lingizdagi bo'lmagan pul bu sizniki emas. Men shu narsani bilaman, har doim shunga amal qilib kelganman. Oddiy misol qilib aytaman. Davlatdan MIB qarzdorligim bo'ladigan bo'lsa, kartamga pul tushsa, 5 minutga qolmasdan meni kartam 0 bo'lib qoladi. Hammasini tinigacha yechib oladi. Endi qaranglar, bizning ma'lumotlarimizni mashinniklarga o'tib ketgandan keyin har xil ular xohlaganicha atakasini qiladi. Telegramdan menga уже yozishni boshladi. Men kamida 4-5 talarni akkauntini blok qilib tashladim. Menga har xil fayl jo'natyapti. Известный odamlarning sun'iy intellektda video, rasmlarini ishlab turib, sizga har xil narsa qilib taklif qiladi. 6 million kartangizga pul o'tadi, uning uchun 300 ming to'lang, qanchadir pulni to'lang yoki boshqa hiylalar. Bunaqa hiylalar juda ham ko'p. Ehtiyot bo'ling. O'zbekistonning 15 million aholisini danisi o'g'irlangandan keyin har xil narsa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun video foydali bo'ladigan bo'lsa, bitta videoga like bosib, iloji bo'lsa tanish bilishingiz, gruppalar hammaga jo'natib tashlang. O'zingizga ehtiyot bo'ling. Har doim shu narsani bilganman, kartamda pul ushamaganman men. O'shaning uchun sizga ham shu narsani maslahat beraman. Agarda qo'lingizda nimadir qolishini xohlasangiz, o'zingiz uchun o'zingiz ehtiyot bo'ling. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan maqol bor eskidan. Shu narsaga men amal qilaman. Siz ham amal qilishingizni maslahat beraman. Agarda 0 da qolishni xohlamasangiz, aytganlarimni qiling, videoni maksimal tarqatib tashlang. Million odamga yetib borish kerak bu. Bilmaydiganlar ko'p. Tim bo'li yosh kattalar bu narsani yaxshi tushunmaydi. Bilmasdan kirib pulga yeb qo'yishi mumkin. Mashinniklar meni o'zimga bunaqa narsalar ko'p uchragan. Keyin har xil bankdan, falon-piston kod aytvoring, uni aytvoring, mana buni aytvoringni sizga telefon qilishni boshlashadi. O'zingizga ehtiyot bo'linglar. 15 million kichkina son emas. O'zbekistonning yarim aholisi bo'lyapti. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Bektor.